Ona bola sigirlar qatoridamiz. Sizlarga e'tiboringizga olingandan mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka necha pulga bo'pti xunajin? 30 million so'mga barakalari bo'pti. Qisir bulg'oziga qanaqa aka, qisirmi? Ha, xunajin. Hali xunajin ekan, qo'yilmabdi. Yuragi ham yo'q ekan. Obunachilarmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bunyodbek uz kanalining ashaddiy muxlislari, bizdan uzoq yaqindan kuzatib turgan chorva mol qo'yish ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Andijon viloyati Shahrimon tumani Xoldevonbek Cho'ja mol bozoridan videolarimizni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlar qoldirib qo'yasiz. Kamida xonadoningizda mana shunaqa buqalar, xunajinlardan serob bo'laversin. Niyat qildim deb layk bosib qo'yinglar. Aka, bularda pullari nech puldan aka? Pullari nech puldan? 6 million, 40 million kami bor. Bunisini 46 million so'm, narigisini 40 million so'm. Yo'q, yapti o'ziga olma. 40 million so'm, bunisiga kamlari bor deyapti. Oyliklari qanaqa? Necha oylikdan? 1,2 oylik aka. Ikkovsi ham 1,2 oylikdan. Atrofida. 1,2 bir oy, yarim oy yabiyada farqi bor ekan. Oma go'zalliklari o'ta go'zal. Arqa oldilari pachka, oyoqlari polvonlaridan. Aka, narx-navolari qanaqa bo'lyapti? Bozor nech puldan beryapti? 38, 33. 38 ga 33 ga bermayapti. Xudo xolasa ustiga ozmoz qo'ysa beradi. 88lik nomer. 991 Aha. 59 59. 88 kodi bilan hozirgi akamiz aytgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirib yo'lda qilib beradi. Olib borib, xudo xolasa va Aka kichkinalari ham bor. buni kichkinalardan ham bor ekan. Olib borib, xudo xolasa ozgina parvarishini qilib qo'yib qo'ysanglar, xudo xolasa kelajagi bor narsalar. Ona bola sigirlar. Olinib shekilli olinganlaridan mana. Aka, barakalari bo'ldimi? Baraka nech pul bo'ldi? 30 million so'm. Bolasi nima ekan? Buqami? Xo'p aka. Bolasi buqa ekan. Yo'q, bolasi xunajin ekan. Nechinchi bolasi dedik aka? 4-chi bolasi. Nechta sutga berdingiz aka? Yo, oldingiz? 8 ta ekan. Oma go'zal ekan. Hamma holatlari go'zal sigir ekan. Taxminiy bo'ylari shu 1.25 atrofida chiqadi. Aka, barakasini bersiz, zo'r mol ekan. Shu moldagi ham savdolari menimcha bo'lib turibdi shekilli. Bolasi novvosidan ekan, go'zal, yosh mol ekan. Pulini nech pul deyapsizlar aka? Pullarini nech pul deyapsizlar? 35 aka. 35 kami bor. 35 million so'm kamlari bor. Birinchi bolasi ekan. Birinchi bolasi? Monday bolasi birinchi bolasi ekan. Dehqon yana qo'yib qo'yishganiga 1 oy bo'libdi. Jich aybi, jich o't g'arib ekan xolos. Aka, sizlarga dehqonchilikmi bu tirikchilik? Akalarimizga dehqonchilik ekan. Ishbozlarga nomer qoldiramizmi aka? Mayli aka, 97lik. 97lik, 800 39 30 40. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bozorda savdosi realni so'ragan nech 32 million so'mga bermadingiz. 35 ozmoz kami bor ekanda, bo'lmasa gap yo'q. Tushovlari yo'qmi? Tushovlari. Buni sog'ib ham turamidinglar uyda? Sog'ib turamiz. O'zlari ichgani, xamir-pamirga ashnaqaga sog'ib turishar ekan. Nechta sut berardi aka endi? Bilmayman, kerakligini sog'amiz xolos. Kerakligini sog'ishar ekan. Tushovlari yo'qmi? Mana. Ama yelalari ham yumshoq ekan. Holatlari yaxshi ekan. Nomerlarini qoldirdik. Ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishib bo'lsanglar berishadi. Shu yerda ham bitta shved sigir ekan, bolasi novvosidan o'ta go'zal ekan. Aka, puli nech pul ekan aka buni? 38 million so'm kami bor. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi ekan, 38 million kami bor. Tushovlari yo'qmi aka? Yo'q. Ana bolasi imaguncha odam tekizdirmaydi. Bolasi enasi imaguncha, bolasi idirmaguncha, enasi qo'l
tekizdirmaydi ekan, lekin idirib bo'lgandan keyin xotirjam saqlaverasizlar ekan. 3-bolasi. Nechta sutga beramiz aka? Nechta sutga beramiz? 8 taga olaverasizlar xotirjamga. 3-bolasiga tishlari 8 tami aka? Mana shu 3-bolasida. Ha, mana shu 3-bolasi endi 8 ta bo'ladi-da. 80 bizda endi yo'q. Ishqibozlarga ayting nomerni aka. 94lik. 94lik 003 003 1080. 1080. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda aka? Andijon viloyati Baliqchi tumani eski Haqlobod. Eski Haqloboddan ekan, Andijon viloyati Baliqchi tumanidan ekan akalarimiz. Lekin haqiqatda ham sifatlari go'zal, aloqaga chiqib kelishib olaverasizlar. Bozordagi savdosi necha pulga bordi aka? 100 so'm ekan 34. 100 ming so'm ekan, 34 million so'mga savdolari borib berishmabdi. Aka ozmoz yursa xudo xolasa bitadi aka. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Ash xunajin ham olib chekili go'zal ekan hozir. Aka oldingizmi buni? Sotiladi. Nech pul deyapsiz aka? 24 kami bor. 24 million so'm kamlari bor. Ammo yosh, chiroyli xunajin ekan. Arqa oldilari kelishgan. Savdosi aka buni? Savdosi 21 gacha. 21 gacha bordi. Necha oylik dedik aka? 4 oylik. 4 oylik aka. Ammo haqiqatda go'zal ekan aka. Mana bu ham sotilib shekilli Shved Novos. Aka sotildimi bu? Sotiladi aka. Nech pul deyapsiz aka? 30 26,5 bu berishibdi, bermabdi. 30 ozgina kami bor deyapti. Endi sifatiga bo'lyapti, sifatiga, chiroyiga bo'lyapti. 26,5 ga berishmabdi. Yonda xunajin nech pulga bordi aka? 21 million so'mga bermabdi. Aka ishqibozlarga nomer qoldiraylik. 94lik 745 745 35 aka men Tailandni ham ko'raylik. 35 juda nihoyatda go'zal Real ekan. holatda anasi ham aka. Haqiqatan chiroyli Salasi ekan. go'zal. Juda ham go'zal ekan. Gap yo'q aka. Olindimi aka bu? Nech pul bo'ldi? 31 millionga sotilmadi. 31 million. Necha oylik bu g'oz? 3-oyga o'tibdi. Ammo sigirdi yiriliklari yirik ekan. 31 million so'mga sotilmadi. Mana. Aka Shved sigirdi olindimi aka? Nech pulga bo'ldi aka? 31 millionga. 31 millionga. Nechinchi bolasi? 3-4-chi bo'lsa kerak. 3-yo 4-chi bolasida ham 31 millionga bo'ldi. Lekin yosh kattaroq o'xshayapti meni fikrimcha. Lekin arzon bo'pti. Arzon bo'pti aka. Aka nech pulga bo'ldi? Sotilmabdi otlar. Bu sigirimiz arzon bo'lganiga sabab bor ekan, bitta yilni ishlamas ekan. Qilib qolgan ekan. Ona bola, bolasi. Bolasi novvosmi, xunajim? Bolasi novvosidan Shved, toza qonli Shved sigir ekan. Nechinchi bolasiga ekan? Bu aka birinchi bolasi 2 kurak bo'zi. Birinchi bolasi 2 kurak bo'zi deyapti. Narxini nech pul deyapsiz? Narxi 41 million so'm. Kami bor. 41 million so'm kami bor. Shu yerda mana savdolari bo'lib turibdi. Nech pul berishyapti hozir berayotgan savdosi? Berayotgan savdosi buni hozir ular 38 yarim savdo qilishyapti. Ha, 38 yarim savdo qilishyapti ekan, berishmayapti ekan. Lekin mana shu yerda savdolari bo'lib turibdi. Yosh novvos xunajinchalardan ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Ko'p obunachilarimiz so'raydi. Aka pulni nech pul deyapsiz? 1,5 million hozirga bo'layotgan. Hozirgi bo'layotgan savdosi 11,5 million so'm. Shu Shved xunajinchaga savdosi bo'lyapti. O'z nech pul narx deyapsiz? 13 kami bor dedik. 13 kami bor deyapti. 11,5 mana savdosi bo'lyapti, bermayapti. Yosh novvoscha. Qanaqalardan so'rab turuvdilar?
Aka pulini nech pul deyapsiz buni? Yaqin qilib aytavering. 11 million. 10 millionga bermayapti. 11 million kami bor, 10 million so'mga bermayapti. Ishqibozlariga nomer aytaylikmi aka? 90lik. 631 Aha. 68. Shu nomerga aloqaga chiqaveringlar. Maynaqa bo'zalardan sirobman aka doimiy bo'lami? Gap yo'q aka. Buni nech pul deyapsiz aka? Buni 15 million so'm deyapti ekan. Ko'chatlari chiroyli, zotdor bo'zak ekan. Savdosi aka 12 millionga yo'q. 12 million so'm berishmabdi. Lekin haqiqatan ham go'zal ekan, chiroyli. Oyoqlari ham polvon ekan, oldi oyoqlari ham. Xunajimmi novvoschan? Bitta xunajini bor. Bitta novvos bor. Pullari nech puldan? Xunajini hozir qilyaptigan bo'g'ozi 8 million 800 gram bermayapman. 8 million 800 mingga bermayapti. Chotkidan. Shvedga gibrid ekan, chotki, chiroyli narsa ekan. Arqalari ham keng ekan. Haqiqatda go'zal. Novvoschachi, novvoscha. Novvochani 12,5 million so'rabchi qo'shilib qolsa beraveramiz. 12,5 so'rabdi, qo'shilsa berar ekan. Vaqt tursa yaxshi bo'lib qoladi. Sizlar doimiy shu ish bilan shug'ullanasizlar, ha? Ha, har doim. Ishqibozlariga nomer qoldiraylik. 94lik 94lik. 015 Aha. 23 46. Shu nomerga aloqa Hamma chiqarasiz. yo'g'iga javob. Sog'lomligiga. Dastlabkasi 2 qop siliosi bilan. Oho, mana bunaqasini qayerdan topasizlar? Dastlabkasi 2 qop siliosi ham bor. Gap yo'q. Omadsiz bersin. Zo'r narsalar ekan. Gapi bozoringizni bersin. Shu yerda mana semental bo'zalar, qozalarini, ishqibozlariga xudo xolisa akalarimizdan ma'lumotlarni olib, nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana doim so'raysizlar, bormi maynaqalaridan deb. Mana bor, sizlar uchun topamiz biz. Aka bu yerda nech puldan nech pulga to'g'ri bo'zalaringiz bor? 13 milliondan 21 milliongacha. 13 million so'mdan 21 million so'mgacha xunajinlari bor ekan. Bu sementallaringiz nechtasi xunajin, nechtasi novvos? 4-5tasi novvos, 4-5tasi xunajin. 4-5tasi novvos, 4-5tasi xunajin deyapti. Aka mana shu manolar, nech pul aka? 22 million ozmoz kami bor. 22 million ozmoz kamlari bor. 100 ga 100ligi. O'zi ham aynaqa ekan aka. 19 million kami bor. 19 kami bor. Aka savdolari bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Nech pul berishyapti ashanisiga? Hozir 20 million, unisini 17 qilyapti. Nariga 17, bunisiga 20 ga berishmabdi. Ayting aka ishqibozlariga nomerni. 93lik 93lik 528 528 0576. 0576. O novvosasi nech pul ko'li ichayotgan? 14,5 ga beramiz uni. 14,5 ga beramiz unga. U ham aynaqa fermadan chiqqanmi o'zi? Tagi fermani bo'zagimi? Hammasi. Hammasi fermani bo'zagi. Qayerda fermasi bu aka? Ferma qayerdiki? O'rtachaxon. O'rtasharxonda fermasidir aka. Şu. Mana. Ko'rasizlar ishqibozlariga. Semental novvoschalar. Semental novvoschalar. Bittasi xunajin, bittasi novvos. Shoxli, ozgina shoxlari bor ekan, shoxlarining ziyoni yo'q. Puli nech pul ekan jiyanim? Ikkosiga 50 beringlar. Ikkosiga 50 million so'm kami bor. Novvosiga nech pul kami bor, xunajiniga nech pul kami bor? Atdelniga. Novvosda 30 million kami bor. Xunajinnichi? Xunajinda 20 million so'm kamlari bor. Taxminiy bo'ylari 1 metr pilusida chiqadi. Savdosi-chi, savdosi? O, yerda so'rashyaptimi? 42 million so'm so'rashyapti ekan, shu yerda savdolari bo'lyapti. Berishmayapti ekan. Xudo xolasa kelishtirib beradi. Endi nomerni qoldiradi. Endi savdosi bo'lyapti ekan, bitib qolsa bo'ladi. Yana bitta semental bo'zakcha. Yoshrog'i shaxlari kuydirilganidan. Uji tayyoridan. Arqoldilari kelishgan polvoni. Aka nech pul deyapsiz? 24 kami bor aka. 24 million so'm kamlari bor. Kamlari xudo xolasa g'ij-bijmi aka? 1 million qilishyapti. 21 million qilishyapti ekan. Endi ozmoz kami bor ekan. Xudo xolasa kelishtirib beradi. Ishqibozga nomer aytyapsizmi aka? 93lik. Aha. 714 Aha. 49. Ashi ikkovi barakasi bo'ldi, mana olib chiqib ketyapti. Nech pulga bo'ldi? 42 mi?
42 million so'mga mana olib chiqishib ketyapti. Shvet novvoschalar mana. Shvet novvoschalar necha puldan aka? Tog'a assalomu alaykum. Shvet novvoschalar necha puldan? Hozir buni 32 million 400 ming berishyapti ekovga. Ekovga 32 million 400 ga bermayapsiz. Bermayapman. Meni obunachilarimga berasizmi? Nomer qoldirasizmi? Alloh nasib xudo xolasa. Ayting nomeringizni. 93lik 93lik. 784 Aha. 35 Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. O'zingiz necha pullar aytyapsiz bularga? Yaqinroq aytavering. Men 40 million aytyapman. 40 million so'm kami bor. Xulosa negachi? Yo, novvos bu. Bu ham novvos. 20 million deyapman. Buni ham 20 million so'm kami bor. Xudo xolasa tonnali bo'ladigan buqalar. Nomerlarni qoldirdik, aloqaga chiqaverasizlar. Yo'lda qilib berishadi. Bular uje o't yeyishyapti. Ha, o't yem yeyishaveradi. O't yem yeyishaveradi ekan. Moni bo'ylari 1.5 atrofida chiqadi. Bularniki 1 pilusida chiqadi. Xudo xolasa go'zalliklari go'zal novvoschalar. Qaysi bu? Bozor shamoli. Bunyodbek Uz. Bunyodbek. Kayfiyatlar 100 bitta-yu Bunyodbek Uz. Tashqariga olib chiqasiz. Qaysi biriga aka? Jipiga Jipiga necha pul? 26 berdi. 13 million so'mdan. Bering aka, 26 million so'm pul beryapti ekan mana jipiga. Berishmayapti. Mana yosh novvoscha xunajinchalardan ko'rsatilib ketyapti sizlarga. Hurmatli obunachilarimiz, shuning bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.